Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Endi sizlarni kunning so'nggi yangiliklari bilan tanishtiramiz. So'xda ta'lim sohasidagi islohotlar tahlil qilindi. O'zimizni aqlimizga tayanib, qo'lingiz bilan So'x tumani hokimligi majlislar zalida ta'lim va tarbiya sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar tahliliga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda tuman hokimi Saidbahrom Saidmusayev, Farg'ona viloyati hokimi o'rinbosari Sherzod Polvonov, viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi vakili hamda tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli muassasalar direktorlari ishtirok etdi. Yig'ilishda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar, maktabgacha va maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan chora-tadbirlar muhokama qilinib, ustuvor vazifalar belgilab olindi. Tadbir davomida O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'limi vaziri tomonidan imzolangan buyruq o'qib eshittirildi. Unga muvofiq Foziljon Mirzoyev So'x tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi mudiri lavozimiga tayinlandi. Qayd etilganidek, u shu kungacha mazkur lavozimda vazifani vaqtincha bajaruvchi sifatida faoliyat yuritib kelayotgan edi. Yangi rahbarga mas'uliyatli faoliyatida omad tilandi. Yig'ilishda ta'lim sohasidagi islohotlar samaradorligini oshirish, ta'lim sifatini yanada yaxshilash hamda farzandlar tarbiyasiga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish masalalariga alohida urg'u berildi. Uchrashuv yakunida sohada amalga oshiriladigan aniq chora-tadbirlar belgilab olindi.